Men qattiq qurigan tandir nonman. Ramazonda saharlikda meni yemaslik kerak, chunki oshqozonga og'irman va kun boqoyi chanqoqni kuchaytiraman. Men gazli shirin ichimlikman. Saharlikda meni tanlamang, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zada holsizlik keltiradi. Men juda sho'r yopilgan nonman. Saharlikda meni tanlamang, chunki tanadagi suvni tortib olaman va ro'g'zada tez chanqataman. Men gazli shirin ichimlikman. Saharlikda meni tanlamang, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zada holsizlik keltiradi. Men yangi issiq yopilgan nonman. Saharlikda darrov meni yemaslik kerak, chunki oshqozonni bezovta qilaman va chanqoqni oshiraman. Men gazli energetik ichimlikman. Ramazonda saharlikda meni ichmang, chunki yurakka og'irlik qiladi va chanqoqni yanada oshiradi. Men shakarli keksman. Saharlikda meni yemaslik kerak, chunki shakar tez och qildiradi va quvvatni tez tugatadi. Men yog'li patirman. Ramazonda saharlikda meni ko'p yemasangiz yaxshi, chunki og'iz quritaman va kun bo'yi noqulaylik beraman. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling.